Melki usta jannatda mana shunday bo'ladi deb qo'li bilan ko'rsatdi. Shunda Saatga aytadiki, "Sening eng so'nggi so'zing bormi?" deydi. Saat aytadiki, "Meni so'zim Madina ahliga yetkazing, ansoriylarga yetkazing. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga biron bir narsa bo'lsa, ularga Allohning huzurida joy yo'q" deydi. Mana shu joyda hojonalar o'sha jang tugaydi. Shunda qanday tugaydi? O'sha urush bo'ladi, peshinga yaqin deydi, peshingacha